Andijonga semental mollari yo'lga chiqyapti. Bu yerda 60 bosh. Keyingi perseptimizda 60 bosh. Unisida ham 60 bosh. O kishi 180 dona. Xullas, bunisi boradi. Andijon viloyati Izboskan tumani Yuqori Cho'ma qishlog'iga. Bunisi boradi Andijon viloyati Asaka shahar. Bunisi boradi Toji Paxtobod rayon 3-bo'lim qishlog'iga. Yuqori Cho'ma bilan yonma-yon. 3 ta persepda mollarimiz yo'lga chiqyapti skatovozda. Buqalar 7 oylik, 8 oylik, 1 yashargaday bo'lgan buqalar. Vesi 260 kilodan где-то 350 kilolik kerak. Kimga kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar akalar. WhatsApp, Telegram bor. Nomerlarimiz 8923 136 45 25. Ismim Farhodbek. Kerak. O'zimiz ortib olib ketyapmiz hozir. Mollarimiz semental. Hammasi sementallar ko'rinib turibdi. İçinde anguslar ham bor. Mana bu yerda anguslar bor akalar. Go'zallar. Pachka hammasi. Hop, hammasi semental. Chiroyli mollar, ko'z tegmasin. Bora olib boramiz, 2 kun boqish kerak. Menimcha ozodi yo'lda boshqa bo'ladi. O'ziga keltirib sotishni boshlaymiz. Xudo xolasa. Akalar murojaat qila olasizlar. Oltmishta. Reslar. O'ylarga deta 120, 110. Go'zallar. Birinchi mashina chiqyapti mana O'zbekistonga, xudo xolasa. Mana ikkinchisi yuryapti. Sementallar. Dagestan shahridan bu yerda anguslar ham bor. Aralash bu persep. Xudo xolasa mana yo'lga chiqyapti. Bunlar yig'ishtirishinglar itlarni. Yordam beringlar bolalarga. İkinci mashinamiz ham chiqyapti, xudo xolasa akalar. Andijon viloyat Izboskan tumani Yuqori Cho'ma qishlog'iga. Все, салам алейкум, счастливой дороги, братцы. İkinci mashinamiz ham chiqyapti akalar. Xudo xolasa. Bo'ldi. Manzarani qaranglar, manzara ko'z chiqmayapti. Bu yer tog'li hudud. Hali ko'hmak. 20 gradus, 15 gradus havo issiq hali ham. Mana xudo xolasa mana 3-inchisi. Har bitta furaga 60 boshdan yuklangan akalar. Har bittasi 60 boshdan. Ko'rib turganinglar. Sementallar. O'rtacha 260 kilodan 350 kilogaday bo'lgan buqalar. Ichida 6 dona kattasi bor. Ular 500 kilo, 550 kiloliklar. Spesialni o'zimiz boqish uchun olib ketyapmiz akalar. Uyda boqish uchun. Kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Telefon nomerlar 8923 136 45 25. Telegram, WhatsApp bor. Ismim Farhodbek akalar. Ketdi xudo xolasa. Mollarimiz go'zal. O'tlar solingan. Zapas o'tlarini ham solib berdik.